Assalomu alaykum hammaga. Biz bugun Robloxda tezligimizni oshirish o'yinini o'ynaymiz. Videomiz juda qisqa bo'ladi. Shuning uchun ko'rib boraverasizlar. Mana shunaqa o'yin ekan. Hozir sizlarga dahshatli tezligini ko'rsataman. Mana 300 kilometr bo'lsin hozir yuguramiz. 300 bo'ldi ketdik. Mana tezlikni qarangizlar. Tushib ketmasam bo'ldi. Mana buni olamiz. Ana 3 ta pobeda bo'ldi. 4 ta bo'ldi. Tak, bizda keltirib qo'yamiz. Mana buni olamiz. Olsa bo'ladimi ekan? Bo'lmas ekan. Tak. Qotib qolyapti. Hozircha mana shu.